Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomuz Zo'ridan zo'r mesda olaman deganlar uchun bo'ladi. Barber shopimiz obunachilar sotiladi. Manzili 50 kvadrat 40 zavatdamiz. 40 zavatni markazda desak ham bo'ladi. Yo'llarga keladigan bo'lsak, 40 zavat bozori bo'ladi ham beri. 40 zavat bozor tarafdan kelaverishimiz ko'pir, Bo'stonga taksilar turadi. Bu tarafdan obunachilar kelsak, yana Bo'stondan 40 zavatga kelaverish yo'limiz bo'ladi bu. Mestimizga ko'rib turibsizlar, yana Zo'rida joylashgan bo'ladi. Şu mesleğimiz sırf için satılады. Videolarımızda to'liq ma'lumotlar bilan tanıştırıp chiqamiz. Obunachilar, ne işi? Barber shopimiz. Bilasizlar, 40 zavat bozorni yana, aynan. Düjina zo'r yer bir. Evvel obunachilar bu tarafdan chiqarak satıldı bu yine. Hozir bu tarafına barber shopimiz. Satıladi o yerimiz. İşlep turibdi bu. Agar gelib ish boshlaman desanglar ham to'g'ri keladi. Heptik bolam, dükkan bolam, hemen doğru geldi. Hozir obunachilar bir sartarisxona bo'lib ishlab turibdi barber shop bo'lib. Yaponni yurt turganlarga. Bir de glovnisi gazi bor, otapnenalar o'tgan. Ikkinchi etajdan bos, ular bilan ham tanishtirib chiqamiz. Ishlab turgan yer. Glovnisi aytib o'tgan seni yo'lni bo'yi hamma narsaga to'g'ri keladigan yer. Bu tarafına çıkadığım olsa, Glowni sabunası ve gazı. Gazdan mamma yok. Çekarasına geladigan olsak, inşöyle bo'ladi, iş paxsadayla bir yapıladı. İkinci etaja çıkaverişimiz bo'ladi mana. Arka tarafında maz yerleri var, buna gösterib beraman. Bir götü sırayla, bir de yukarı çıkaverişimiz bo'ladi. 4 metre 11 metre yer az salon turibdi. Arka tarafında yerleri var, gösterib beraman. Bundan elde yukarı çıkıp yukarılarını gösteradigan bo'lsam. Kanalda da sen gibi abone olamaz. Böyle like bas koşun unutmayın. Şimdi mesle alamanda degan do'stlar videoni tashakkur qilaman. Dükkan bo'lam, aptek bo'lam, hammasini to'g'ri keladigan dokumentdan muammo yo'q ekan. Ikkinchi etaj bino. Lisensiya chiqaverishimiz. Ikkinchi etajda meni otapnenalar o'sib turibdi. Bu yerni hozir o'zini e'tibor etmaysizlar. Bu yerni yuvib, serib taxlab beradi agar kim olsa. Belini yo'la qarab. Mesle xaloy mesle bir. Ko'pchilik biladi. Wi-Fi hamma narsa bor ekan. Inshina. Birdan yapıladi bu. Kim olsam? Bu arka tarafına. Arka tarafından fundament koyup tuttu yine. Bir denemeye yine bir salaman desen de imkaniyeti bu. Çekarası yine məlum. Şuradan şimdi salıp alış imkaniyeti bu. Bu taraftan yine yerleri var. Maşin koyamalı desen de imkaniyetleri bu. Arkasından foto böyle. Çay salıp yaşasam buladayken dükkan açsan de imkaniyetleri bu. Glavnesi yine gazları bu. Şu çekarası şöyle değil mi bunu? Arkadan geliş yoluyla zaborunu götürsüler, şuradan buladı yani çekaraları. Götürürler yine sartarışına teselami, dükkana teselami, apteke teselami, ne etsenlerim doğru geledi, üstünde yaşasanlarım bola veredi. Yani işlep durgan yer. Yine işlerini gördüğünler. Glavnisini aytib etkenimizdi. Katta yo'lni bo'yi bo'ladi. Shu barber shopimiz bo'ladi, yana sotiladi. Mana obunachilar bahasına kelsak, bahası 260 milyon so'm aytilib turibdi. 260 milyondan qaytib kelishib beriladi yana ikki etaj. Shu o'zi ma'lum o'rtasi. Aytilish 260 milyon, gelişadigan yeri bor. Variantlarına yordam bo'lsak, yeter yetmasına bir 2 oyda qarashib turishning ham imkoniyatlari bor ekan. Agar rost oladigan bo'lsa, zakonni kelishib beraman dedi. Ekranni pesda telefon nomerlari bo'lsa, qiziqqanlar kelib, ko'rib savdolashib qolaverasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.